Men Hindistonning Bombay shahridanman. Mutaxassisligim bo'yicha men shifokorman, ya'ni tabib. Keyin esa men butunlay vaqtimni da'vatga yo'naltirishimni aytgandim. Alhamdulillah, ular rozilik berishdi. Ammo agar zarurat tug'ilib qolsa, da'vatchi sherdek nari tortishga ham qodir bo'lmog'i kerak. Islom ayollarga nisbatan qattiqqo'l va o'ta og'ir qonunlarni joriy qiladi deyishadi. Islom haqida buzuq ma'lumotlar tarqatilmoqda. Va ayni damda ham tomoshabinlarimiz orasida Allohning borligiga ishonmaydiganlar bo'lishi mumkin. Hozir ularga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Qachonki men ateistni uchratsam, birinchi navbatda uni tabriklayman. Naziyat surasi 30-oyatida va undan so'ng yerni tuxum shaklida qildi deyilgan. Biz xalqaro da'vatchilar tashkilotini tuzishimiz kerak. Bismillah va salatu vassalam ala rasulillah amma ba'd. Xush kelibsiz, muhtaram aziz tomoshabinlar. Bugun huzurimizda juda muhim mehmonimiz bor. Bu mehmonimiz butun dunyoda mashhur doktor Zakir Naik. Xush kelibsiz, doktor Zakir. Sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan benihoya mamnunman. Intervyuga rozi bo'lganingiz uchun tashakkur. Siz bilan ko'rishib turish biz uchun alohida sharaf. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan xursandman. Doktor Zakir Naik, siz internet fenomenisiz. Butun dunyodan sizni millionlagan tomoshabinlar kuzatishadi. Ma'ruzalaringiz va videolaringiz jahonning ko'plab tillarida tarjima qilingan. Bu esa yanada ko'plab insonlarga sizning ma'ruzalaringizdan bahramand bo'lish imkonini beradi. Biroq biografiyangiz haqida bizda ma'lumot yetarlicha emas. Bizga ozgina hayotingiz haqida ma'lumot bera olasizmi? Men Hindistonning Bombay shahridanman. Mutaxassisligim bo'yicha men shifokorman, ya'ni tabib. Tibbiyot institutining 2-bosqichida ta'lim olayotgan paytlarimda men Shayx Ahmad Didod bilan tanishdim. Shayx Ahmad Didod bilan uchrashuvimiz menga o'zgacha bir ta'sir qilgandi. Tibb institutini tugatganimdan so'ng umuman olganda shifokorlikni eng yaxshi kasb deb bilganim uchun uni tanlagan edim va bu haqiqatan ham juda ulug' kasb. Ammo Shayx Ahmad Didod bilan ko'rishganimdan so'ng da'vatchi bo'lish mening eng katta orzuyimga aylandi. Alloh taolo Qur'oni Karimning Fussilat surasi 33-oyatida aytganidek, Allohga da'vat qilgan, solih amallarni qilgan va albatta men musulmonlardanman degan kishidan ko'ra go'zal so'zli kim bor? Shayx Ahmad Didod bilan tanishganimdan so'ng, alhamdulillah da'vatchi bo'lishni maqsad qilib oldim. O'shanda men ota-onamga tibb institutidan so'ng haftada 2 soatni da'vatga ajratishimni aytdim. Ular qarshilik qilishmadi. Shunda men har kuni 2 soatdan ajrataman dedim. Ular bemalol deyishdi. Shunda men 50% vaqtimni da'vatga, 50% esa tibbiyotga ajrataman dedim. Shunda ham ular mayli deyishdi. Keyin esa men butunlay vaqtimni da'vatga yo'naltirishimni aytgandim. Alhamdulillah, ular rozilik berishdi. Shunday qilib Shayx Didod tufayli men tana shifokoridan qalb shifokoriga aylandim. Shayx Didod alhamdulillah nasroniylik va yahudiylik bo'yicha mutaxassis edilar. Esimda o'shanda u kishi menga, "O'g'lim, nega endi sen masalan hinduizm, buddizm, ateizm va hokazo kabi boshqa dinlarni ham o'rganmaysan?" degandilar. Alhamdulillah, Shayx Ahmad Didoddan ta'lim olganimdan so'ng nasroniylik va yahudiylikni oson o'zlashtirib oldim. Shundan so'ng keyinroq hinduizm, buddizm va boshqa ko'pgina dinlarni o'rganib chiqdim. Va mana alhamdulillah men qiyosiy dinshunoslik bo'yicha talib ilm bo'ldim va butun dunyo bo'yicha ma'ruzalar berib kelmoqdaman alhamdulillah. Doktor Zakir Naik, siz haqingizda bevosita shaxsan o'zingizdan eshitish va buni boshqa tillarga tarjima qilib ulashish naqadar ham yaxshi. Chunki dunyo bo'yicha shaxsingizga qiziquvchilar nihoyatda ko'p. Bizga Ahmad Didod bilan bog'liq hayotingizdagi qandaydir qiziq bir voqeani aytib bera olasizmi? Shayx Ahmad Didod bilan tanishganimda bilasizki, u juda kuchli voiz bo'lgan. Men u bilan endi uchrashganimda, "Amaki, nega siz bunchalar jahldorsiz?" deb so'ragandim. Bunga javoban u, "Men jahldor emasman o'g'lim. Men shunchaki jangovar ruhdaman. Qachon sen shayton bilan jang qilar ekansan, olovdek unga hujum qilishing kerak bo'ladi. Men shunday qilishga harakat qilaman" degandilar. Boshida undan ta'lim olganimdan so'ng, da'vat sohasidagi faoliyatimni boshlaganimda men juda yumshoq bo'lganman. Menga yumshoq bo'lish kerakdek tuyulardi.
Ammo ishoning, bu holatda menda hech qanday natija bo'lmadi. Shunda men Shayx Ahmad Didoddan ham ko'ra shiddatliroq bo'lgandim, natija bera boshladi. Odamlar meni tinglashni boshladilar. Biroq mana da'vat sohasida 25 yildan oshiq vaqt bo'lgan bo'lsam, shuni tushunib yetdimki, da'vatchi har tomonlama rivojlangan bo'lishi kerak ekan. Albatta yumshoq bo'lish afzal, ammo agar zarurat tug'ilib qolsa, da'vatchi sherdek nari tortishga ham qodir bo'lmog'i kerak. Alhamdulillah, men Shayx Ahmad Didoddan ko'p narsa o'rgandim. Biz ko'p bora Bambayda, Janubiy Afrikada va ko'plab boshqa davlatlarda uchrashdik. Men asosan uning ma'ruzalarini kaseta orqali ko'rib ilm olardim. Doktor Zakir Naik, YouTube'dagi ilk videoingizni yaxshi eslaymiz. Unda siz juda yosh bo'lgansiz. O'shanda sizning soqolingiz hali qop-qora edi. Bugun esa siz bu yerda o'tiribsiz. Soch soqolingizga ham oq oralagan. Siz ko'p yillardan beri Allohning yo'lida da'vat qilib kelmoqdasiz. Mashaalloh. Siz ateistik, masihiylik, yahudiylik kabi turli xil bahs munozara forumlarida ishtirok etdingiz. Unda siz insonlarga islomning haqiqiy mohiyatini ochib berdingiz. Agar men sizdan odamlarga islomni qanday tushuntirsa bo'ladi, musulmon bo'lmaganlarga islomni nima orqali tanitsa bo'ladi yoki qisqaroq qilib aytsam, islom o'zi nima deb savol bersam, qanday javob bergan bo'lardingiz? Islom so'zi o'zakdosh so'z salamdan kelib chiqqan bo'lib, tinchlik, salomatlik degan ma'nolarni anglatadi. U yana arabcha silm so'zdan ham kelib chiqqan bo'lib, Alloh taologa taslim bo'lish, bo'ysunish degan ma'nolarni anglatadi. Ya'ni qisqacha Alloh subhanahu va taologa taslim bo'lish orqali sakinatga erishish degan ma'no kelib chiqadi. Har bir islom diniga ergashuvchi kishi musulmon deb nomlanadi. Ko'pchilik odamlarda islom bu 1400 yil ilgari vujudga kelgan yangi din degan noto'g'ri tushuncha bor. Ular Muhammad sallallohu alayhi va sallamni uning asoschisi deb o'ylashadi. Aslida esa islom inson qadami ilk bor yerga tekkan damdan beri mavjud. Muhammad alayhissalom uning asoschisi emaslar. U zot Alloh subhanahu va taoloning so'nggi payg'ambaridirlar. Islom dini barcha uchundir. Butun insoniyatga yuborilgan. Mana shuning uchun ham Qur'oni Karim va Muhammad alayhissalom faqat musulmonlarga yoxud arablarga emas, balki butun insoniyatga yuborilgandirlar. Alloh taolo Ibrohim surasi 1-oyatida hamda 52-oyatida, qolaversa Zumar surasi 40-oyatida va Baqara surasi 185-oyatida Qur'onni butun insoniyat uchun yuborganini marhamat qilgan. Xuddi shu kabi Muhammad alayhissalom faqat musulmonlar uchun yo faqat arablar uchun yuborilmaganlar. Alloh Anbiyo surasi 107-oyatida marhamat qiladi. Seni olamlarga faqat rahmat qilib yubordik. Shuning uchun ham islom Alloh subhanahu va taolo tomonidan yuborilgan yagona din hisoblanadi. Alloh taolo Oli Imron surasi 19-oyatida albatta Allohning huzuridagi din islomdir deya marhamat qilgan. Barcha payg'ambarlar, birinchi payg'ambar Odam alayhissalomdan boshlab Nuh, Ibrohim, Muso, Iso alayhissalomlarning barchalari islomni da'vat qilganlar. Vaqt o'tishi bilan Allohning yuborgan risolati o'zgartirib yuborilgan. Shundan so'ng Alloh yangi payg'ambarni yangi risolat bilan yuborgan. Alloh subhanahu va taoloning so'nggi kitobi oxirgi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan Qur'oni Karimdir. Shunga ko'ra islom bu butun insoniyatga qaratilgan salomatlik dinidir. U insoniyat muammolarining yechimini o'zida mujassam etgan yagona din hisoblanadi. Doktor Zakir Naik, ba'zilar islomni toqatsiz din, islom jamiyatdagi ozchilik, qatlamni, huquqlarni inobatga olmaydi. Islom ayollarga nisbatan qattiqqo'l va o'ta og'ir qonunlarni joriy qiladi deyishadi. Bugungi kunda o'zi musulmon bo'lib tug'ilgan u biroq g'arb mediasining propagandalariga aldanib qolgan yoshlarga nimani maslahat berasiz? Qanday qilib ularga islom mehr-muhabbat dini, odamiylik, halollik dini ekanini tushuntirishimiz mumkin? Islom toqatsiz din kabi islomga qarshi qaratilgan ayblovlar haqida gapiradigan bo'lsak, bu kabi da'volar asossizdir. G'arbning muammosi shundan iboratki, islom bu tinchlik, salomatlik dini. Shunga ko'ra islom tinchlik, totuvlikni, adolatni buzadigan har qanday jabhalarga toqatsizdir.
Masalan, siz islom toqatsiz din deyapsiz. Men esa sizga shunday javob beraman. Ha, islom zinoga toqatsizdir. Islom nikohsiz aloqalarga toqatsizdir. Islom pornografiyaga toqatsizdir. Islom alkogolizmga toqatsizdir. Islom narko qaramlikka toqatsizdir. Jamiyatdagi qaysi illatni olmang, islom unga toqatsiz bo'ladi. Ammo shu bilan birga tinchlik, totuvlikni yoyish, adolatni o'rnatishga bag'ri keng bo'lgan dindir. Islom insoniyat muammolarining yechimini o'zida mujassam etgan dindir. Aytaylik, alkogolizm o'lim sonining oshishiga sabab bo'ladigan bo'lsa, vaholanki Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, alkogolizm o'lim sabablari bo'yicha 3-o'rinni egallaydi. Alkogol ichuvchilarning 10% alkogol sababidan vafot etadi. Har yili 2,5 milliondan ortiq odam haddan tashqari ko'p alkogol ichish oqibatida vafot etadi. Islom esa tinchlik, salomatlik dinidir. Agar alkogol tortishuvlarga, oiladagi urush janjalga, salomatlikdagi muammolarga va hatto o'limga olib borishi ma'lum bo'lsa, islom bizga uni harom deydi. Qachon biz insonlarning najotini o'ylab, bu illatni haromligini aytadigan bo'lsak, shu ondayoq islom toqatsiz din deyishni boshlashadi. Vaholanki islom eng keng bag'ir din, eng adolatli dindir. Alloh Qur'oni Karimning Moida surasi 32-oyatida kim bir jonni nohaq yoki yer yuzida fasod qilmasa ham o'ldirsa, xuddi hamma odamlarni o'ldirgandekdir. Kim uni tiriltirsa, xuddi hamma odamlarni tiriltirgandekdir, deya marhamat qildi. Demak, Qur'onga ko'ra kimda kim, xoh u musulmon bo'ladimi yo g'ayri musulmon, boshqa bir musulmon yoki g'ayri musulmonni nohaq o'ldiradigan bo'lsa, xuddi hamma odamlarni o'ldirgandek bo'ladi. Kim bir insonni hayotini saqlab qolsa, xuddi hamma odamlarni saqlab qolgandek bo'ladi. Siz bu kabi da'voni Qur'oni Karimdan boshqa dunyodagi hech bir dinning muqaddas kitoblaridan topa olmaysiz. Yana islom ayollarni kamsitadi degan ayblov ham bor. Mening Islomda ayollar huquqi nomli ma'ruzamda bu borada batafsil gapirilgan. Hozir butun boshli ma'ruzani qaytarib o'tishga vaqtimiz yetmaydi. Ammo sizga shulardan ba'zilarini aytaman. Islomda erkak va ayol tengdir. Ammo bu tenglik shaxsiyatdagi tenglik emas. Ular teng, ammo bir xil emas. Alloh subhanahu va taolo erkak va ayolni biologik nuqtai nazardan har xil qilib yaratdi. Alloh ularni psixologik jihatdan ham har xil qilib yaratdi. Ularning biologik, jismoniy va psixologik jihatlarini hisobga olib, Alloh erkak va ayolga o'ziga xos rolni topshirdi. Axir sizni nega erkak kishi tug'a olmaydi degan savol qiziqtirmasa kerak. Sababi bu faqatgina ayolga xos bo'lgan huquqdir. Siz men erkakman va men tug'ish imkoniyatiga ega bo'lmoqchiman deya olmaysiz. Sababi bu faqatgina ayolga xos bo'lgan huquqdir. Alloh ularning biologik va psixologik jihatlarini hisobga olib, erkak va ayolga o'ziga xos rolni topshirdi. Agar umumiy jihatdan olib qaralsa, erkak va ayol tengdir. Ba'zi jabhalarda erkak ortiqroq bo'lsa, ba'zi jabhalarda ayol ortiqroq bo'ladi. Aytaylik, agar men uyimga o'g'ri tushsa, men ayollar liberalizatsiyasi tarafdoriman. Xotinim va qizimning o'zlari o'g'ri bilan olishaverishsin demayman. Alloh Qur'oni Karimning Niso surasi 34-35-oyatlarida erkaklarni ayollarga rahbar qilganini, shu sabab ularni himoya qilish erning zimmasida ekanini aytgan. Ota-onaga ehtirom haqida gapiradigan bo'lsak, bir kuni Nabiy sallallohu alayhi va sallam huzurlariga bir kishi keladi. Bu Sahihul Buxoriyning 8-kitobi Husni xulq bobining 2-bo'limidagi hadisda keltiriladi. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelib dedi: "Ya Rasululloh, insonlar orasida mening chiroyli muomala va yaxshilik qilishimga kim haqliroq?" Rasululloh sallallohu alayhi va sallam onang dedilar. So'ng kim deb so'radi? Onang dedilar. So'ng kim dedi? Onang dedilar. So'ng kim? Otang dedilar. Bu mehrimiz, e'tiborimizning 75% onamizga qaratilgan bo'lishi, 25% otamizga qaratilgan bo'lishi kerakligini anglatadi. Boshqacha so'z bilan aytganda, onamiz oltin, kumush va bronza medallariga haqli bo'ladilar. Otamiz esa faxriy yorliq bilan kifoyalanadilar. Shu sabab ham mehr-muhabbat, e'tibor haqida gap ketganda ayollar ustunlikka ega bo'ladilar. Ba'zi jabhalarda erkak ortiqroq bo'lsa, ba'zi jabhalarda ayol ustunroq bo'ladi. Bularning bari ularning jismoniy va biologik xususiyatlaridan kelib chiqib bo'ladi. Shuning uchun ham islom bu ayollar huquqini o'z joyiga qo'ygan din hisoblanadi. Sayyoramizdagi hech qaysi bir din ayollarga buncha huquqni kafolatlay olmaydi. Yanada batafsilroq ma'lumotni Islomda ayollar huquqi nomli ma'ruzamdan topishingiz mumkin. Doktor Zakir Naik, siz juda ham yaxshi tushuntirib berdingiz. Bu uchun sizdan minnatdorman.
Unda muammo nimada? Hozirgi kunda Yevropada, xususan Germaniyada ham o'ng qanot radikal partiyalar kundan kun ko'payib bormoqda. Yevropada islom bilan bog'liq qanday muammo bo'lmoqda? Yevropaliklar uchun qandaydir yechim taklif qila olasizmi? Islom bilan bog'liq bu muammoni ular qanday hal qilishlari mumkin? Sababi Yevropa islomni o'zlariga asosiy raqib deya ochiq-oydin da'vo qilmoqda va musulmonlarga qattiq cheklovlar qo'ymoqda. Biz musulmon o'laroq g'arbda hukmron bo'lgan islom to'g'risidagi noto'g'ri tushunchalarni yo'qotishimiz uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilmoqimiz lozim. Bugun biz xalqaro ommaviy axborot vositalari o'zlarining islom borasidagi noto'g'ri qarashlari bilan islomga har tomondan hujum qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Xalqaro radiostansiyalar, xalqaro pressa, jurnallar, sunniy yo'ldosh telekanallari, umuman hamma joyda ochiq-oydin anti-islomiy propaganda ketmoqda. Islom haqida buzuq ma'lumotlar tarqatilmoqda. Biz musulmon o'laroq bunga ochiqlik kiritishimiz va vaziyatni o'nglashga harakat qilmoqimiz lozim. Yaxshisi o'zimizning ommaviy axborot vositalarimizga ega bo'lib, bizga qo'yilayotgan barcha ayblovlarga javob berishimiz, islom borasida eng to'g'ri ma'lumotlarni berib borishimiz kerak. Lekin alhamdulillah, ular islomni qanchalik qora qilib ko'rsatishga urinishmasin, islom baribir o'sishda davom etmoqda. Bugun AQShda eng tez o'sib borayotgan din bu islomdir. Yevropada eng tez o'sib borayotgan din bu islomdir. Hatto islom ayollar huquqini kamsitadi deb da'vo qilsalar ham, islomni qabul qilayotganlarning yarmidan ko'pi bu ayollardir. Savol: agar islom ayollar huquqini kamsitsa, nega unda amerikalik ayollar islomni qabul qilishmoqda? Nega yevropalik ayollar islomni qabul qilishmoqda? Mana shu bizga islom barcha muammolarning, xususan ayollarning muammosini ham yechimini o'zida mujassam etganini ko'rsatadi. Katta rahmat doktor Zakir Naik. Haqiqatan ham bergan tavsiyangizga amal qilish hamda tushunmovchiliklarni bartaraf etish uchun harakat qilish musulmonlar oldidagi eng muhim vazifalardandir. Doktor, siz ateistlarning savollariga beradigan aniq javoblaringiz bilan ham mashhursiz. YouTube'dagi hamda turli forumlardagi ma'ruzalaringizdan ham ateistlarga qanday javob berishingizni ko'rishimiz mumkin. Va ayni damda ham tomoshabinlarimiz orasida Allohning borligiga ishonmaydiganlar bo'lishi mumkin. Hozir ularga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Qachonki men ateistni uchratsam, birinchi navbatda uni tabriklayman. Siz nega Zakir Naik ateistni tabriklamoqda deb so'rashingiz mumkin. Ateistni tabriklashim sababi, aksariyat kishilar ota-onasining diniga ko'r-ko'rona ergashadilar. U nasroniy, chunki otasi nasroniy, boshqasi hindu, chunki otasi hindu. Ko'pgina musulmonlar ham otasi ushbu dinda bo'lgani uchun musulmon. Mana shu vaqtda ateist fikrlaydi. Otasi sig'ingan xudoga ishonmaydi. Shu sababli ham xudoning mavjudligini inkor qiladi. Tabriklashimning boisi, u islom shahodatining birinchi qismini tili va dili bilan tasdiqladi. Islom ta'limotining asosi bo'lmish shahodat kalimasining birinchi qismi la ilaha. U shahodatni ushbu qismini aytadi. Endi esa uni ikkinchi, ya'ni illalloh qismiga ishontirish qoldi. Boshqa musulmon bo'lmagan nasroniy, hindu, yahudiylarga kelsak, dastavval ularni o'zlari sig'inayotgan xudo aslida soxta xudo ekanligiga inontirishim lozim. Ateistdan bo'lgan vaziyatda mening zimmamdagi ishning yarmi hal bo'lgan bo'ladi. Chunki u iloh yo'q, ya'ni la ilaha degan e'tiqodda. Mening vazifam shahodat kalimasining ikkinchi, ya'ni illalloh qismiga inontirishim qoldi. Bugungi kundagi ateistlar ilm-fan va texnologiyalar ilgarilab ketdi. Yer yuzidagi hayot tabiiy yo'l bilan dunyoga keldi deb o'ylashadi. Shuning uchun ular bilan o'zlari yaxshi bilgan soha bo'yicha munozara olib borish kerak. Avval men ateistga savol beraman. Agar sizga hali hech kim ko'rmagan bir qurilma ko'rsatilsa, qurilmaning ishlash mexanizmini bilish uchun dastavval kimga murojaat qilardingiz deb so'rayman. U tabiiyki qurilmani ixtirochisiga, yaratuvchisiga, kashfiyotchisiga deb aytadi. Nima deb aytishidan qat'iy nazar, siz uning javobini yodingizda saqlab turing. Hali hech kim ko'rmagan qurilmaning ishlash mexanizmini birinchi bo'lib tushuntirib beradigan inson bu qurilma ixtirochisi, kashfiyotchisi, ishlab chiqaruvchisi bo'ladi. Keyin esa unga koinot qanday paydo bo'lgan degan savol berasiz. Ateist esa sizga 1973-yilda bir nechta olimlar yig'ilib koinot qay tarzda vujudga kelgani haqida muhokama qilishdi. Ularning aytishi bo'yicha koinot avvalida bir butun bo'lgan. Katta portlashdan so'ng esa ajralgan. Shu tariqa galaktika, yulduzlar, quyosh, oy va biz yashab turgan yer sayyorasi vujudga kelgan deydi. Undan qachon olimlar bu fikrga kelishdi deb so'rayman. U 70-yillar oralig'ida bir nechta olimlar Nobel mukofotini qo'lga kiritishdan so'ng bu fikrga kelishdi deydi. Men unga siz aytayotgan da'vo haqida
dunyo atigi 50 yillar oldin bilgan bo'lsa, mening Qur'onimda esa ushbu ma'lumot 1400 yil ilgari yozilgan edi deyman. Alloh taolo Qur'oni Karimning Anbiyo surasi 30-oyatida marhamat qiladi. Kufr keltirganlar osmonlar va yer bir butun bo'lganini, bas biz ularni ochganimizni va suvdan har bir tirik narsani qilganimizni bilmaydilarmi? Siz keltirayotgan da'vo 1400 yil avval Qur'onda zikr qilingan edi. Bu kitobning muallifi kim bo'lishi mumkin? U menimcha tasodif bo'lsa kerak deydi. Mayli, tasodif ham deylik. Baslashmaymiz, davom eting. Men undan yerning shakli qanday deb so'rayman. U bunga javoban, avvallari insonlar yerning shaklini tekis deb o'ylashgan. Shu sababli ular jarlikka qulab ketmaslik uchun uzoq masofalarga safar qilishdan qo'rqishgan. Birinchi bo'lib yerning sferik shaklda ekanligini 1577-yil Bernard Polissi o'zining dunyo bo'ylab qilgan sayohatida aniqlagan deydi. Shunda men, siz 1577-yilda yerning sferik shaklga ega ekanligini bildingizmi deyman. U, ha, hali 450 yil ham bo'lgani yo'q deb javob beradi. Shu vaqtda men unga yerning sferik shaklda ekanligi 1400 yil oldin Qur'oni Karimda bayon qilinganini eslatib o'taman. Naziyat surasi 30-oyatida va undan so'ng yerni tuxum shaklida qildi deyilgan. Oyatda kelgan dahaha arabcha so'z. Birinchi ma'nosi cho'zmoq bo'lsa, ikkinchi ma'nosi duhya, tuxum ma'nosida keladi. Ma'lumki yer xuddi shar kabi tekis relyefga ega emas, qutblari yassalashgan. Ya'ni yer shari geosferik shaklga ega. Daha oddiy tuxum ma'nosini bildiribgina qolmay, aniq tuyaqush tuxumiga va tuxum qo'yadigan joyni bildiradi. Agar biz diqqat bilan tuyaqush tuxumiga nazar soladigan bo'lsak, uning geosferik shaklda ekanligiga guvoh bo'lamiz. Tasavvur qilyapsizmi? Atigi 450 yil oldingi kashfiyotingiz Qur'onda 1400 yil oldin zikr qilingan yer geosferik shaklda ekanligi aytib o'tilgan bo'lsa-ya, kim buni bilishi mumkin edi? Ateist sizga, balki sizning payg'ambaringiz intellektual salohiyati yuqori odam bo'lgandir der. Baslashmang, davom eting. So'ng men unga oyning nuri haqida savol beraman. Oy o'z nurini sochadimi yoki nurni aks ettiradimi? Ateist sizga, avvallari biz oy o'zi nur taratadi degan fikrda edik. Yaqinda esa oy nurni aks ettirishini bilib oldik deydi. Shunda men unga bu haqida 1400 yil oldin Qur'onning Furqon surasi 61-oyatida aytib o'tilgan deyman. Osmonda burujlar qilgan va unda chiroq, ya'ni nur sochuvchi quyosh va nurni akslantiruvchi oy qilgan zot barakotli buyuk bo'ldi. Qur'onda quyosh arabcha shams deb keladi. U doim siroj, vahhaj yoki diya, ya'ni chiroq, yoritgich so'zi bilan ta'riflangan. Oy esa Qur'onda arabcha qomar deb keladi. U doim munir yoki nur, ya'ni yorug'likni aks ettiruvchi deya ta'riflangan. Tasavvur qiling, Qur'on oyining yorug'likni aks ettirish haqida bayon qilgan. Ushbu ma'lumotlar yaqin o'tmishdagina kashf qilindi. 1400 yil avval kim oy nur taratmasligi, aksincha nurni aks ettirish haqida bilishi mumkin edi? Ateist gapirishga so'z topa olmay qoladi. Uni kutmasdan keyingi savolni bering. Men maktabda o'qib yurgan vaqtlarim maktabni taxminan 1982-yil tamomlaganman. Bizga quyosh statsionar holatda deb ta'lim berishardi. Quyosh o'z vaqt atrofida aylanmaydi, balki koinotda orbita bo'ylab harakat qiladi deyishardi. Shunda ateist, nima, Qur'onda bu haqida ham yozilganmi deydi. Men, yo'q, bu ma'lumotlarni menga maktabda o'rgatishgan. Ammo Qur'oni Karimning Anbiyo surasi 30-oyatida marhamat qilinadi. U kecha-yu kunduzni quyosh va oyni yaratgan zotdir. Hammasi falakda suzmoqdalar. Qur'onda orbita bo'ylab harakatlanishdan tashqari quyosh va oy o'z o'q atrofida ham aylanishi aytilgan. Chunki oyatdagi yasbahun kalimasi harakatlanayotgan jismni o'z joyidan ko'chishi, o'z joyini o'zgartirishi kabi ma'nolarni beradi. Agar insonga yer bilan birga yasbah kalimasi qo'llanilsa, demak inson yerda yotishi emas, yerda harakatlanayotgani nazarda tutiladi. Agar suvdagi insonga nisbatan ishlatilsa, demak u inson suvda suzayotgan bo'ladi. Xuddi shu kabi Qur'on ham koinot jismlari haqida bayon qilganda, nafaqat ularning o'z joyini o'zgartirishi, balki o'z o'qi atrofida aylanishini nazarda tutgan. Bugungi kunga kelib, ilm-fan rivojlangan sari quyosh orbita bo'ylab harakatlanishdan tashqari o'z o'q atrofida ham aylanishini bilib oldik. Maxsus qurilmalar yordamida quyosh rasmini analiz qilib, uning ustidagi qora dog'larni ko'rishimiz mumkin. Bu dog'lar 25 kundan so'ng yana o'z holiga qaytadi. Bu quyosh 25 kun ichida o'z o'q atrofida aylanishining yaqqol dalili demakdir. Maktabda menga quyosh o'z o'q atrofida aylanmasligini o'rgatishgan.
Ammo Qur'on aylanishini aytmoqda. Ilm-fan rivojlangandan so'ng quyosh o'z o'qi atrofida aylanishini aytishdi. Kim buni Qur'onga yozishi mumkin edi? Ateist javob bera olmay qoladi. Javobini kutib o'tirishingiz ham shart emas, keyingi savolga o'tishingiz mumkin. Bugungi kunda ilm-fan bizga yer atmosferasi samoviy gumbazni tashkil qilishini aytadi. Qur'on esa bu ma'lumotni 1400 yil avval bayon qilgan. Anbiyo surasi 32-oyatda quyidagicha marhamat qilinadi: "Va osmonni saqlagan shift qilib qo'ydik." Bugungi kunda Edwin Hubble sharofati bilan koinot kengayib borayotganini bilib oldik. Qur'on Karimning Zariyat surasi 47-oyatida osmonni o'z qo'limiz ila bino qildik, albatta biz kengaytiruvchimiz deyilgan. Kim ushbu ma'lumotlarni Qur'onda keltirishi mumkin edi? Atom borasidagi ilmiy tadqiqotlarni olib qaraylik. Biz uzoq vaqt davomida atom elementlarining eng kichik zarrasi va uni bo'lib bo'lmaydi degan farazda edik. Bugungi kundagi ilm-fan atomning eng kichik zarra bo'lishiga qaramasdan u proton va neytronga bo'linishini tasdiqladi. Qur'oni Karimning Yunus surasi 30-oyatida va shuningdek Luqmon surasida xoh u katta yoki kichik zarra bo'lsin, Alloh taolo barchasining hisobini qilishini aytmoqda. Shu tariqa Qur'on atomdan katta va undan kichik bo'lgan narsalar mavjudligini bildirmoqda. Bu yerda arabcha zarro so'zi ishlatilgan. Gidrologiyani olib qaraylik. Barchamiz suvning tabiatdagi aylanma harakati haqida ma'lumotga egamiz. Janob Bernard Polissi birinchi bo'lib suvning tabiatdagi aylanma harakatini kashf qilgan. Suvning qay tarzda bug'lanishi, bulutlarning paydo bo'lishi, so'ng yomg'ir yog'ishi bizga ma'lum. Qur'on suvning tabiatdagi aylanishi haqida bir nechta o'rinlarda zikr qiladi. Luqmon surasi 29-oyatda, Rum surasi 24-oyatda hamda Rum surasi 48-oyatda, Hijr surasi 22-oyatda, Haj surasi 18-oyatda, Nur surasi 40-oyatda, Ra'd surasi 17-oyatda, Furqon surasi 48, 49-oyatlarda, Fotir surasi 9-oyatda, Yasin surasi 34-oyatda, Qof surasi 9-oyatda, Toriq surasi 5, 7-oyatlarda va boshqa ko'pgina o'rinlarda Qur'on suvning tabiatdagi aylanma harakatini bayon qiladi. Qur'onda zoologiyaga oid ma'lumotlarni topish mumkin. Shulardan biri chumolilarning fe'l-atvori Naml surasi 17-18-oyatlarda zikr qilingan. Qur'on Karimning Ankabut surasi 41-oyatda o'rgimchak va uning to'ridan qilingan chidamsiz uy haqida bayon qilinadi. Nahl surasi 68-69-oyatlarda arlar haqida bayon qiladi. Qur'on embriologiya haqida ham ma'lumot beradi. Mu'minun surasi 12-14-oyatlarda embrionning rivojlanish bosqichi haqida bayon qiladi. Qur'on genetika haqida ham ma'lumot beradi. Najm surasi 46-oyat, Inson surasi 37-39-oyatlarda bolaning jinsi haqidagi ma'lumotlar otaning urug' hujayralarida bo'lishini bayon qilingan. Qur'on tibbiyot va boshqa yo'nalishlarni ham qamrab olgan. Qur'onda 6000 dan ziyod oyat bor. Shularning 1000 dan ortig'i ilm-fanga oid ma'lumotlardir. Ateistdan kim ushbu ma'lumotlar haqida Qur'onda zikr qilgan deb so'rayman. Axir biz ularni yaqin o'tmishda kashf qildik. Xoh u 50, 100 yoki 200 yil avval bo'lsin. Qur'on bu haqida 1400 yil avval bayon qilgan. Ateist sizga beradigan javobi faqatgina yaratuvchi, ixtirochi, yo'qdan bor qilguvchi zot deb aytishi mumkin. Biz musulmon esa ushbu yaratuvchi, yo'qdan bor qilguvchi zotni Alloh deb ataymiz. Shu tariqa men Qur'on yordamida Alloh subhanahu va taoloning borligini isbotlab beraman. Bu yondashuvlarning faqatgina bir ko'rinishi, yana boshqa ko'pgina metodlar mavjud. Ular haqida to'liq ma'lumot olish uchun Xudo mavjudmi nomli ma'ruzamga murojaat qilishingiz mumkin. Shunday batafsil javob berganingiz uchun sizdan benihoya minnatdormiz. Tashakkur. Yana sizni qaysi ma'ruzangizda bu haqida batafsil ma'lumot berilganini eslatib o'tganingiz uchun ham rahmat. Endi yana bir muhim savol. Musulmon bo'lmagan kishining islom bilan ilk aloqasi qanday bo'lishi kerak? Islom haqida u qayerdan xabar topishi kerak? Uning musulmon do'stlari bo'lishi kerakmi yoki qo'shnisiga murojaat qilishi kerakmi? Dinning haqiqatini anglab yetishlari uchun ular bilan qanday aloqada bo'lishimiz kerak? Hidoyatni faqat Alloh subhanahu va taolo beradi.
Faqat Alloh to'g'ri yo'lga hidoyat qilib qo'yishga qodir. Bunga faqat turli xil omillar sababchi bo'lishi mumkin. Misol uchun, ahli ilm musulmon kishi islom haqida gapirib berishi natijasida hidoyatga qaytishi mumkin, yoki ateistning qo'liga Qur'on kitobi tushib qolib, u uning tarjimasi bilan qiziqishni boshlashi mumkin. Yoxud ateist internetda islomiy kanalga yo islomiy saytga kirib qolib, islom haqida ma'lumotlar olishi mumkin. Turli odamlar islom bilan har xil tarzda tanishib qolishlari mumkin. Hidoyat Allohdandir. Biz musulmon o'laroq da'vat bilan shug'ullanish uchun qo'limizdan kelgan barcha imkoniyatlardan foydalanishimiz kerak. Da'vat bilan shug'ullanish jannatga kirishni istagan har bir musulmonning mas'uliyatidir. Alloh subhanahu va taolo Asr surasida bizga quyidagicha marhamat qiladi. 1 2 3 wal asr innal insana fi khusr illa allazina amanu. Asr bilan qasam. Albatta inson ziyondadir. Faqat iymon keltirganlar va solih amallar qilganlar, bir-birlarini haq yo'lga chaqirganlar va bir-birlarini sabrga chaqirganlar bundan mustasno. Jannatga kirish uchun har bir inson ushbu 4 mezonni o'zida jamlashi darkor. Birinchisi bu iymon keltirish, ikkinchisi bu solih amallar qilish, uchinchisi odamlarni haqqa chaqirish, ya'ni mana shu da'vatdir, hamda odamlarni sabrga chaqirish. Shuning uchun ham da'vat har bir musulmonga vojibdir. Qachon biz musulmon bo'lmagan qo'shnilarimiz, ishdagi hamkasblarimiz, kollej yoki universitetdagi kursdoshlarimiz bilan ko'rishganimizda, ularga islomning mohiyatini go'zal uslubda yetkazmoqimiz lozim. Biz ularning xayollaridan barcha botil tushunchalarni ketkazishga ko'maklashishimiz darkor. Biz ommaviy media vositalari tarqatayotgan noto'g'ri qarashlarni tuzatmoqimiz kerak. Bu farzdir. Biz ochiq maydonga chiqishimiz, o'zimizning sun'iy yo'ldosh telekanallarimizga, xalqaro televizion stansiyalarimizga, internetda ijtimoiy tarmoqlarimizga ega bo'lmoqimiz kerak. Bu vositalar yordamida g'ayridinlarga islomni tanitishga urinishimiz kerak. G'ayridinlar bilan uchrashganda, ular bilan muloqotimizning asosi Oli Imron surasi 64-oyatiga tayangan bo'lishi lozim. Ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana va baynakum. Siz bilan bizning o'rtamizda barobar so'zga keling. Barobar so'z qaysi? Allohdan o'zgaga ibodat qilmaylik. Wala nushrika bihi shay'an. Unga hech narsani sherik qilmaylik. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabun min dunillah. Allohni qo'yib, bir-birimizni rob qilib olmaylik. Bas agar yuz o'girsalar, guvoh bo'linglar, biz albatta musulmonlarmiz deb aytinglar. Qur'oni Karimning aynan mana shu oyatini da'vatda asosiy kalit deb hisoblayman. Qachon siz nasroniy bilan gaplashsangiz, Bibliyadan iqtibos keltirishingiz mumkin. Qachon siz hindu bilan gaplashsangiz, Vedadan iqtibos keltirishingiz mumkin. Agar kishi ilm fanga qiziqadigan bo'lsa, ilm fanga oid mavzudan gapiring. Ateist bilan la ilaha iloh yo'q degan tushunchada umumiy til topishingiz mumkin. Shunga ko'ra eng muhimi haqni yetkazish. Ammo oxir oqibat kimga hidoyat berishini Alloh subhanahu va taolo hal qiladi. Katta rahmat, doktor Zakir Naik. Men yana bir narsani so'ramoqchi edim. Da'vatchilarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Sababi hozir hammamizga ma'lumki, dunyoda vaziyat murakkab. Yevropada o'ng qanot radikal partiyalar musulmonlarni erkini cheklaydigan qonunlar ishlab chiqishmoqda. Va ko'rib turibmizki, musulmonlarga dinlarni yoyish yanada qiyin bo'lmoqda. Shu vaziyatda qanday yo'llar orqali islomni yoyishimiz mumkin? Ana shuni sizdan so'ramoqchi edim. Yuqorida aytib o'tganimdek, islom haqiqatini yetkazish har bir musulmonning vazifasidir. Tushunaman, biz musulmonlar hozirgi kunda qiyin damlarni boshimizdan kechiryapmiz. Ha, men aynan mana shuni nazarda tutgandim. Ko'pgina davlatlarda hukumat da'vatchilarning faoliyatini cheklab qo'ymoqda. Ammo shunga qaramasdan ham da'vat ishlarini davom ettirish lozim. Bahs-munozaralar tashkil qilish mumkin. Tushunaman, hukumat doim ham bunga ruxsat beravermaydi. Agar bahs-munozaralarga ruxsat berilmasa, adabiyotlardan yoki internetdan, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish mumkin. Bugun ijtimoiy tarmoqlarni cheklash juda mushkul ish. Xoh u Facebook bo'lsin, YouTube bo'lsin, yo Snapchat, biz turli media platformalardan va mavjud texnologiyalardan islomni yoyishda foydalanishimiz kerak. Bizda sun'iy yo'ldosh televideniyalari, radio stansiyalari mavjud. Shu sabab ham agar ular sizni bir yo'nalishda cheklaydigan bo'lsalar, boshqa yo'nalishdan foydalaning. Xoh u kitoblar chop etish bilan bo'ladimi, yoki gazeta, jurnallar orqalimi, yoxud radio stansiya, televideniya, ijtimoiy tarmoqlar, internet, veb-saytlar, YouTube yoki Facebook, Twitter, Snapchatmi, qarshimizda ulkan tanlovimiz bor. Asosiysi iloji boricha bu foydali bo'lsin. Ammo shu bilan birga doimo hushyor bo'lish kerakki, islom dushmanlarining to'riga tushib qolmaslik kerak. Biz xalqaro da'vatchilar tashkilotini tuzishimiz kerak.
Biz musulmon mamlakatlar bilan hamkorlikda ish olib borishimiz lozim. Agar siz yolg'iz o'zingiz harakat qilsangiz, ular sizni to'xtatib qolishlari oson. Ammo qachon siz musulmon mamlakatlari bilan hamjihatlikda faoliyat olib borsangiz, shunda sizga da'vatni yetkazishingizda hech qanday islom dushmanlari to'sqinlik qila olmaydi. Bizda musulmon mamlakatlar qo'llab-quvvatlaydigan xalqaro da'vatchilar tashkiloti bo'lishi lozim. Shunda aniq bo'ladiki, bu da'vatchilar sof islomni yetkazish borasida ish olib borayotgan bo'ladi va hech qanday islom dushmanlari bunga xalal bera olmaydi. Barakallohu fikum. Qadrli tomoshabinlar, bugungi intervyu men uchun alohida sharaf bo'ldi. Bu mening Dr. Zakir Naikdek buyuk shaxs bilan qilgan birinchi intervyuimdir. Studiyamizda bizning kanalimizga bergan intervyuingiz uchun sizga tashakkur, Zakir Naik. Bu mening sizdek taniqli shaxs bilan qilgan birinchi intervyuimdir. Barakallohu fikum. Men shunchaki talab ilmman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarning suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV, ilm ila iymon sari yo'l, ilm ila iymon sari yo'l.